Burun shifokori meditsina tilida qanday nomlanadi? Burun shifokori. Yo'q, eshitmagan ekan. Bizlar topib kelmaylik, keyingiz sovg'a beraveramiz. Rahmat, sog' bo'ling. Yurak shifokori meditsina tilida qanday nomlanadi? Bilmadim lekin unisini. Siz tushmagan? Yo'q. Agar tushganingizda o'zi topib ketarmidingiz? Mayli. Rahmat, sog' bo'ling. Suyak va bo'g'im shifokori meditsina tilida qanday nomlanadi? Travmatolog deyiladi. Qayerdan bilasiz? Meditsina o'qiyman, o'sha uchun ham bilaman. Tabriklaymiz. Obzamzamet klinikasi tomonidan sizga sovg'amiz. Rahmat, Sog' bo'ling. kattakon. Asab kasalliklari shifokori meditsina tilida qanday nomlanadi? Bilmayman lekin mana to'g'risi. Esimda yo'q. Hech asabingiz buzilmaganmi? Yo'q, tinch xotirjam odamman. Uyda tushgan asab buzilmaymi? Hech kim urishmaymi sizga? Yo'q. Ayting, bizlar urishsin topib kelasiz. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Teri kasalliklari shifokori meditsina tilida qanday nomlanadi? Dermatolog. Tabriklaymiz. To'g'ri topganingiz uchun Obzamzamet klinikasi tomonidan sizga sovg'amiz. Tish shifokori meditsina tilida qanday nomlanadi? Stomatolog. Tabriklaymiz. Obzamzamet klinikasi tomonidan sizga sovg'amiz. To'g'ri topganingiz uchun. Rahmat. Obzamzamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mayli. Xo'p, sog' bo'ling.